Mana shu darvozani ko'rib turibsizlar. Reklamasi, telefon nomerlari, alakani telefon qilib turaverasizlar. Darvozamiz 325, yine balandligi 360, tumbalari bilan hisoblaganimizga turi 20 ga turi 10 bo'ladi. 360 ga balandligi 360, yine 325lik tayyor razmer izlayotganlarga bemalol shu darvozani tavsiya qilamiz. Bemalol olib kelsa bo'ladi. Buni metr kvadrat 700 mingdan chiqqan opshi tumbalari bilan hisoblaganimizga 12 million so'm pul bo'ladi. Obor o'rnatib berish hammasi ichiga. Hammasi ichiga bo'ladi. Nirjavikalik darvozamiz mana shu bo'ladi. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yana biza Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi darvoza sexdan kelib, darvozalarni narx-navolarni ko'rsatishni boshlaymiz. Xo'p, keling qani alakan darvozalarni ko'rsaturaman. Assalomu alaykum alaka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sonlaringiz yaxshimi, tinchmisizlar? Bu darvozamizda yine 4 metr, balandligi 325. Bu o'zimizning Kitob Halovat degan qishloq qo'yilibdi. Shardafani uydash 650 ming so'mdan metr kvadratini olganmiz. 8,5 million so'mga chiqqan. 8,5 millionga chiqyapti. Xo'p, shiviller aylangan, ha? Ha, ikki yonlari tagi shivillar, tepa qismlari ochilmaydi. Mana havo kirib chiqish uchun lazerli istab qo'yganmiz. Blend xohishi bo'yicha. Kalitkasi отдельно bo'lsin deganlar, отдельно qilganmiz. Ichkariga ochiladi, darvozalar tashqariga. Darvozalar tashqari. Profillarimiz oltiga to'r. Ketariga sim qo'yamiz. Listlarimiz brunchlik jes. Bu kraskamiz Hammer kraska, mokriy svet. Bu tayyor holati. Bu tayyor holat. Salgina havo bulutligi uchun uncha blist bermayapti. Az quyosh chiqqandan keyin yaltiraydi, xudo xolasa. Havo ham bulutligida. Ertadan buzilib qolsa ham almashtirish oson. Shu paytgacha buzilmagan-u, buzilib qolsa oson. Bu o'zi ikki tomondan qo'yyapsiz-da, ana asosiy profil ichiga qo'yormayapsiz-da. Shunday. Bu mana qilgan holatimizga xuflanadi. Chiqaring. Mana bu darvozamiz. Bu darvozamiz Kitobga yasalibdi. Roliklik darvoza, klient xohishi bo'yicha qilib beramiz. Bu roliklik bo'ladi, rasm bormi? Buni rasmi yo'q. Ha, bu rasm yo'q, o'rniga o'lchab kelingan. Ha, shuni. Joyiga kiras sepiladi. Hamma ustonovkalar joyiga bo'ladi. Mana shu bitta tabaqani o'zida Darchasi ham bor, eshikchasi kirib chiqadi. bu kichkina kalitkasi ham o'sha qo'shilib yuradi, bu darvoza. Shunday, qo'shilib birga yuradi. Buni endi xudo xolasa shu bugun kraskalaymiz. Changlarni, yog'larni oltinchi qirotib yaxshilab artib, gruntovkalar sepib, keyin joyiga borib kraskasini qo'yamiz. Yani buni o'rnatgan joydan ham rasm taylaysizda? Обязательно taylaymiz. O'rnagan joyda. Hozir bu necha metr kvadrat bo'lib mana shu turishga? Bu 5 millionga chiqdi. Yine 330, balandligi 270 bo'ladi. 5 millionga chiqyapti. 5 millionga chiqyapti. Ha, bu ochilmaydi, yonmay yuradi. Roliklik bo'ladi nasib bo'lsa. Rasmini taylaydilar. Bu 3 ta shaspayli, pachulneli shaspaylar qo'yganmiz. Mana teshiklarini bemalol ko'rsatib o'ting. Shu yoqdan yog' jo'natsa ham bo'laveradi. Ha, yog'lab qo'ysa uzoq chidab beradi. Shunday. Qalin 6 profilda bo'lgan, chetlari 2-2 qo'yilgan, 6 sm joy taylab, mana 2-2 o'rtaga riflyonkali bosildi. Buni tayyor bo'lsa qanday ko'rinishga bo'ladi? Tayyor mana bunday holatga bo'ladi. Nasib bo'lsa tayyor bo'lsa xuddi shu ko'rinishga chiqadi. Metr kvadrati 1 million 300 ming so'mdan o'zimiz Kitobga olingan. Buni ham kraskalarini xudo xolasa uyda egasiga qo'lga o'rib beramiz. Rangini tanlab ketgan-a kraska. Ha, bu rangini shikolat bo'lsin deganlar, yana bir o'ylab ko'ramiz deganlar. Bir bo'lsa mokri ham septirmoqchi. Sizlar farqi yo'q. Qanaqasi o'shanaqasiga sepib yuraverasiz. Shunday. Zatda gruntovkamiz mana bunday holatga chiqadi. Buni ustidan keyin kraska sepamiz. Mana bu gruntovka holat. Xuddi shu holatga olib borasizlar-da klientga. Shunday. Ko'p klientlar boshqa joyga nisbatan siz qimmat ekansiz deydi.
Xo'sh, boshqa joylar 600 mingni yasaydi ekan. Biz 650 mingni yasaymiz, sababi mana bu gruntov sepamiz. Agar shunaqa gruntovni sepmay, mokriyni o'zini 5-6 so'rak sepsak, biz ham 600 ming so'mdan yasab beramiz metr kvadratni. Ham mehnati, ham Xarajat kattaroq. xarajati. Bu har safardagidek mana shunaqa fasonga chiqadi, mokro svet. Chetlarini qora qilib beramiz. Xohlaydiganlar nerjavika qilib beramiz. 700 ming so'mdan chiqadi nerjavika qo'yib bersak. Endi nima maslahat berasiz klientlarga? Nerjavika qo'ygan ma'qulmi, qo'ymagan ma'qulmi? Endi shu paytgacha qo'parilmagan, lekin garantiya bera olmaymiz. Bari germetikni yopishadi narsalar. Germetik bilanmi? Vid bo'yicha yaxshi chiqadi, lekin chidam bo'yicha hech kim katta gapirolmaydi, qancha turishi. Vid bo'ladi-yu, lekin Nerjavikamiz mana bu holatga chiqadi. Rasmlar juda ko'p. Hozir yana bir ko'rsatib o'taman. Eng zo'r ko'p yasaladigan darvozamiz. Mana shu darvozamiz juda ko'p yasalyapti. Chetdagi tumbalari ham metr kvadrat turadi. hozir mana shu turishga 8 ta 9 ta darvoza bor-da. Shunaqa. Hozirgi ob-havolarga sovuqda sotgan holda 10 kunlarga so'roq olamiz. Havolar ochilib ketsa, juda yana ertachiroq olamiz. Bir hafta, 6 kunlar olamiz. Oborib o'rnatib beramiz. Chunki mana bu shpakilovkalarimiz, germetiklarimiz qotish kerak. Agar germetiklarimiz qotmasa, bir oydan keyin o'sha qo'palish boshlaydi. Shpakilovkalarimiz mana shu. Bu bari shkurka bo'lib ketadi. Buni yaxshilab bolalarni tozalaydi. Keyin changlarni tozalagandan keyin germetiklar ishlovlab beriladi. Bu qo'parilib ketmaydi hali. Yo'q, bu qo'palmaydi. Bu shkurka qilinadi. Men ko'rsatib o'taman qilingan shkatur nimalarini. Bu tomonga ham darvozalar bor. Bular gruntovga tayyor holatga dorasoz yaxshilab changlarni attamizda gruntovkasini boshlaymiz. Endi zakaz olish jarayonini ham tushuntirib o'ting. Zakaz narx-navosini kelishgandan keyin uylariga borib razmerlarni o'lchaymiz. Uyni egasini xohishiga qarab zaklab uzoq bilan bizga shu 100 dollar 1 million bersa bular. Qolgani o'rnatgandan keyin, qabul qilib olishgandan keyin olamiz. 50% yo'q bizga bunaqa narsa. Manzil. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani eski Rabdomni yonida, Adashbor choyxonasining yonida Hokir sex ham bor. Hozir manzilni ham ko'rsatib o'taman tashqari tomondan. Bu 3D model dedim. Shunaqa bu sal oldinroq chiqqan jeslardan, lekin hali ham modasi yaxshi ketadi. Xohlovchilar bor. Bu turganizda 3 tadan chastga qo'yganmiz. Darvozamiz 3 metr bugan bo'lsa ham ikki yonlari tagi shivillar, profillar ichlari olka tutgan bo'lgan. Rasm bor, tayyor. Yo'q, bunda rasm yo'q. Ko'p tushirmaymiz biz. Xudoolasa buni обязательно qo'yamiz bu safar. Bu safar o'rnatilgan joyidan rasm olib keladilar. Yana qo'shimcha xizmatlar. Qo'shimcha xizmatlar bizga akfa sexlarimiz bor, MDF eshik, kuxna spannelarimiz bor, reshotka, pereylar, koziroglar, karavotlar yasaymiz. Bemalol zakaz qabul qilib, egalariga yetkazib bera olasizlar. Borish, o'lchov, hammasi tekin. Hozir siz svarka apparat ishlatasiz, kantachka ishlatmaysizmi? Yo'q, kantachka yuqa materiallar bo'lsa keyin ishlatishimiz mumkin. Chunki materiallarimiz qalin, kantachkaga hojat yo'q. Bu yuqa profilga ishlaydigan sexlar kantachka ishlatadi. Hozir hamma darvozalaringiz mana shu svarka bilan bo'lyapti-da asosan. Shunaqa eski svarka apparatlari bo'ladi. U kantachkaga o'tganimizdan keyin yuqa profilga ishlashimizga to'g'ri keladi. Klientlar qochadi, norozi bo'ladi. Sizlarga mana bu profillar jislar ham qalin-da sizlarda. Kraskadan ular обязательно uyda egalarini chaqirib ko'rsatib o'tamiz. Ko'nglinnikidek bo'lgan bo'lsa, keyin kraskani boshlaymiz ekan. Mana shu darvozaning tayyor holati bor. Bor, hozir ko'rsatib o'tamiz. Shu mana darvozamiz mana bu holatga chiqadi ekan. Tayyor bo'lsa, xuddi shu holatga
tepa qismlarini 30 cm havo kirib chiqish uchun gluxoy qilib reshetka qo'yib ekanmiz. Bu o'zi 2 qavatli darvoza 1.300.000 so'mdan olingan metr kvadrati. Mana bu nalishliklari devorning orasiga zazor qolmasin, cheti yopilsin deganga 16 cm nalishlik aylantirib berganmiz. Bu ham metr kvadrat kiradi. Ha, bu ham hisoblangan. Buni. Bu Shahrisabz nimaga qo'yiladi? Pet texnikumni oldiga qo'yiladi. Zakaz bo'yicha. Zakaz bo'yicha bo'ladi. Bu kichkinalarda necha so'mdan yasayapsizlar? Ko'rtirdan ikkitani. Bular yuqori Chorshanba qishlog'iga qo'yilyapti. Past Gektor degan qishloqqa. Bu ham 650 ming so'mdan chiqqan metr kvadrati. Hamma holatga chiqadi. Faqat ranglarni ko'rsatib o'tamiz. Bular endi asosan podvallar, kichik anolar uchun. Ha, bu garajga qo'yilyapti, mashina qo'yish uchun. Ularga ham chiroyli narxga yasab beraverasizlar-da. Обязательно. Agar gruntovka xohlashmasa, mokreni o'zini 4-5 sira sepish kerak desalar, 600 ming so'mdan chiqarib beramiz. Eng yaxshi materialga. Ayni bu podvallik, bo'ynaki uy bo'lmagan joylar uchun-da. Shunday ha. Uylar uchun chiroyli rang tanlab zarli qilib beraverasizlar. Mana bu korobkasi. O'ziga 2 metr bo'lgan bo'lsa ham, ikki yoniga tagiga shivillar qo'yib berganmiz. O'sha ikki tabaqani bu korobkasi. Ular shivillarga aylanyapti. Bu tomonniki ham yarim tayyor bu. Ha, bu gruntovka tayyor. Xudo xolasa mana bu holatga chiqadi. Besomba holatiga, shu haytik fasonga chiqadi bakın. Xuddi shu ko'rinishga bo'ladi, tomba yo'q bo'ladi ikki yoniga. Egalaridan telefon qilib tepaga bir 40 cm qo'shimcha deyishdi, mana bunaqa lazer qo'yib bering deb iltimos qilishganga qo'yib berishdi. Bu hozir tepaga qo'shimchasi bo'ladi. Qo'shimchasi havo aylanib turish uchun, yorug'lik kirish uchun. Yorug'lik kirish uchun. Berdik. Bas profildan aylanyapti. Profillarimiz ana bu. Profillarimiz mana bemalol ko'rishlari mumkin stenasini qalinligini. Mana shuni profildan foydalanadi hamma darvozalaringizda. Bemalol kelib kraskadan oldin materiallarni qabul qila olishsa bo'ladi. Aytilgan materiallarni bosamiz. Aldov yo'q. Aldov yo'q bizga. Ish bo'lib turibdi doimiy 24 soat. Hozir necha yil bo'ldi shu sohaga shug'ullangansiz? 18 yil bo'ldi aka, 18 yildan ham oshdi. Darvoza sohasiga kirib kelganimizda. 18 yildan beri naqd bo'lsa darvoza ishi bilan shug'ullanasizlar. Mana manzilimiz. Mana shu tomondan kirib kelinadi. Mana darvoza seximiz. Bu darvoza sex anchadan beri ishlaydi, eski darvoza sexlardan. Mana yoniga oyna ham bor, oyna ham kesib, chiroyli qilib